Arzondan eng qimmatigacha necha pul aka bular? Mana bu birinchida turgani 100 ming so'm. Burgut turishini qaranglar. Bular necha pul? Maqsud aka? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun O'rgizor bozorida shunaqa ko'zga yoqadigan dekoratsionniy joyiga kelganmiz. Sizlarga bularni Alloh qodir qilgancha, bularning ma'lumoti, qayerlarga qo'yilishi va narxlari bo'yicha ham sizlarga Alloh qodirgancha ma'lumotini berib o'tamiz. Videomizga like bosib, oxirigacha tomosha qilinglar. Bular bo'yicha sotuvchi akamiz Maqsud akadan ma'lumotlarni olib o'tamiz. Maqsud aka, salomatmisiz? Rahmat, charchamaysizmi? Rahmat, Allohga shukr. Aka, zo'r narsalar ekan. Nima deb nomlanadi bular aka? Vodopad bular. Vodopad? Bular asosan qayerlarga qo'yiladi? Qanaqa ma'lumotlar endi aka? Bu endi asosan miyani tinchlantiradigan narsa. Xohlagan joyiga qo'ysa bo'ladi. Bu joy tanlamaydigan narsa. O'zini suvini o'zi aylantirib turaveradi. Bu shunda tokda ishlaydi, shunaqami? Ha, tokka tiqib turadi pastda. Necha tokda ishlaydi bu? Muammo emasmi? Yo'q, unaqa ko'p tok yemaydi bu. 220 da ishlaydi, shunaqami? 220 da ishlaydi, lekin ana telefonni zaryadkasiga o'xshagan kichkina nasoschigi bor. Zo'r, ko'rasizlarmi? Buni razmerlari har xilmi, bir xilmi aka? Nimasiga qarab narx o'zgaradi? Narxi endi mana shu katta kichikligiga qarab o'zgaradi. Mana bular narxi necha pul aka? Bular 250 ming. 250 ming. Keyin mana bu kattasi svetilnigi ham bor buni. Ana svetilnigi ham bor. Bu 750 ming. 750 ming. Eng arzondan eng qimmatigacha necha pul aka bular? Mana bu birinchida turgani 100 ming so'm. Mana qolganlari 150 ming so'm. Bular ham suv oqadimi? Ha, hammasi xuddi shunaqa. Hozir ulanmagan turibsiz. Yo'q. Ha, kabellari bor ekan, bemalol. Nimadan yasalgan bular aka? Keramika. Ha? Keramika. Xitoyniki bular. Keramika. Zo'r. Eng qimmat necha pul? 750 ming. 750 ming. Ana tepasi svetilnik bo'ladi. Yana qanaqa endi do'konlaringizda o'ta narsalar ko'p ekan. Mana turishini qaranglar. Shu joyga bitta like bosib qo'ymasalar bo'lmaydi. Tepasida kattalar bor o'sha. Ko'pchilik so'rashgan aka, dekoratsiya uchun shunaqami bular? Ha, o'sha televizordan telelarga qo'yishga. Bunisi endi uyni isitishga ham bo'ladi, pechkasi ham. Ham isitadi, ham dekoratsiya, shunaqami? Bularning narxlari necha pul endi shunda? Bu turgani 450 ming beramiz. 450 ming. Ha, ana kattasi 700 ming so'm. Ha, orqasidagi. Ha, bular 550 ming. Qoyil. 550 ming shundan. Keyin mana bunaqa soatlarimiz bor mana hozir. Yengil haykal. Mashalloh. Shunday assortimentlari rosa ko'p. Xonaga kirganingizdan devorning tepasiga qo'ysalaringiz zo'r. Soatlarni ham har xil turdagisi bor. Qanaqa bunaqa mexanizmda ishlaydiganlari. Soatlar necha pul aka? Ular 170 ming so'm. 170 mingdan. Zo'r. Endi bularchi aka, Maqsud aka? Xo'p, endi bular o'zimizda ishlab chiqariladigan narsalar. Aha. Suvenirlar xohlasa uyga qo'ysa, xohlasa sovg'a qilsa ham bo'ladi, podarka qilsa ham. Mashalloh, turishini qaranglar. Bular necha pul aka? Unisi 300 ming so'm. 300 ming so'mdan. Ko'rasizlar, xohlagan turda, ot deysizlarmi, fil deysizlarmi, sher, boshqa turdagi hayvonlarni ham bemalol yasab beraverasizmi, Maqsud aka? Buyurtma qilinsa? Ha, yasab beraveramiz. Vau, burgut turishini qaranglar. Bular necha pul? Maqsud aka? U 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming nimadan yasalgan bular? Xitoyniki. Keramika Xitoyniki-da. Keramika Xitoydan keladi. Ha, mashalloh. Zo'r. Keyin yana nimalarimiz bor aka? Mana bunaqa soatlarimiz bor, xillari. Ha, kommentariyada ko'pchilik soatlarni so'rashgan ekan. O'shaning uchun olyapmiz videoni. Ko'rasizlar. Bularning eng arzoni, eng qimmatigacha necha pul, Maqsud aka? Xo'p, 75 mingdan boshlanadi, 165 ming so'mgacha bor. Mana bular 165 mingmi shunda? Ha. Shunaqa. Zo'r. Xohlasanglar bu yoqda keyin mana bunaqa ramkalarimiz bor, ham svetilnik bo'ladi, 3 xil svet yonadi mana. Zo'r. Bular narxi necha pul aka? Bu 75 ming so'm. Spalnisini yoniga qo'yib, bemalol o'zini rasmini. Keyin mana bunaqalari bor, yengili kelgan. Zo'r. Endi hozir bu yerda hammasini birma-bir narxini ayta olmaymiz, birodarlar. Shunga akalarimizni telefon raqamlarini qoldiryapmiz. Instagram deysizlarmi, WhatsApp deysizlarmi, Telegramlari bor. Bemalol screenshot qilibmi yoki qanaqadir o'zingizga xohlagan, o'zingiz yaxshi ko'rgan rasmlaringizni
bersalaringiz akalarimiz narxlarni bemalol aytishadi. Joyimiz ham optim, ham dona. Ham donaga ham optimga sotasizlar. ham Joylashuvimiz qayerda aka? Maqsud aka? Orizor, Stroygord, 3-blok, 2-etaj, 2058 do'kon. 20-58-do'konga kelaverasizlar bemalol. To'lov turlaridan hech qanaqa muammo yo'q. Xohlasanglar klik deysizlarmi, xohlasanglar naqd pul deysizlarmi, akalarimiz ishlashaveradi. Mana qaranglar, suvenirlar o'ta zo'rda. O'zimdan ko'rsatib qo'yay. Zo'r.